Şüphatçılık haqida qissa nomli asardagi donishmand mushovirlar qatori, ya'ni jami 24 mushovir, 24 botirga naq birdan naq to'g'ri keldi. Undan esa qaysi mushovir bilan qaysi botir mingjang birga kelsa eng mukammal bo'ladi. Mushni bir ko'nglingizni bo'yicha penguncha qoldirib qo'yinglar qani. Undan esa bugungi mazmun mush mushovirlar qatorining 3-qismi va eng oxirgi qismi bugun hammasini to'liqlab bildiryapman. Endi bu yerga 3-sabtga tizilgan hamda katta mushovirlar qatori kelgan. Oldin qismini ko'rganlar ko'rsanglar, 1-sabtkilar avliyo sifat mushovirlar qatori, 2-sabtkilar bo'lsa darajdan tashqari mushovirlar qatori, 3-sabtkilar hamda katta mushovirlar qatori. Bu katta mushovirlar qatorining birinchisi shu yo'q. Endi savsovning mushaviri mamu not yamanada mavjud. Endi lekin bu yomonlikda, donishmandlikda savsovning oldiga utvas bo'lmaydiganligini his qilgan odam. Ya'ni ba'zi savsovning oldida diqqat qilsanglar, men nurg'un yerlarda xastan galvon, qasdan uqmas bo'ldi. Ya'ni savsovni o'zidimi donishmand ekanligini bilsin. Savsovni o'sli uqib qo'yaplar deb o'zi ma'lum aqlni ko'rsatdi. Lekin o'zi uqmay tasodif deb qo'ygandek, amaliy to'kmini savsovga o'tinib turdi. Shuning uchun savsovning qishida eng uzun davr surgan mushovirning birisi dalmi shu. Endi bu savsov amalsiz qolgan vaqtlarimizda har qatim savsov yaxshi aql, yaxshi tadbirlarni ko'rsatib turdi. Onun ustiga bu savsovga intayin sadoqatman bir umr sodiq bo'lgan. Shuning uchun savsovmi buni yoqtirib ishlatdi. Endi baya degandek, endi bu donishmand qog'allardek savsovning oldida otkachilik qilib o'zini ko'rsatishni baxolab ketmagan. Ondan bu ikkinchisi bo'lsa Fajing Liubeyning 3-mushoviri. Yaxshi shuni qilsak 4-mushovir bo'ldi bu. Shundan bu Fajing. Ya'ni bu Pangtong bilan birlikda Sichuanni olgandan keyin endi bu Fajing asli Liujangning odami. Keyin bu Liubey tarafga o'tib ketdi. Hanjung diyorini olgan jangda Pangtong o'lib ketib bo'lgan. Zhuguliang teqa Sichuan bilan Jingjuning ishini boshqarib atgan. Hanjung jangida eng asosli Fajingning to'kpisi bor qaranglar. Fajing mush vaqtimizda haqiqiy mushovir bo'lib qolgan. Masalan, Fajingning mush vaqt ko'rsatgan Dingjunsan tegida Huangjongning Shahuyanning kallasini elishi naq mush Fajingning tadbiri bilan bo'lgan. Shuning bilan bu yerga Hanjung jangida savsov keyin dahshatli mag'lub bo'lgan. Endi lekin bir qamlashma g'ayri bu yerga Fajingning umrimi qisqa kelgan. Yingyan zavshi bu 37 yashilg'u deyman. Fajingmi shu Hanjungjang oyoqlashib bu yerga Liubey Hanjungwang atalgandan keyin o'lib ketdi qaranglar. Navadi Fajing bo'lgan bo'lsa, masalan Liubey inlarining qisosini mangan vaqtning o'zida bu yerga Zhuguliang deb ketdi. Fajing bo'lgan bo'lsa, men hech nimada ansirmaydim. Fajing bo'lgan bo'lsa, bu yerga Liubey hozir mening gapimni anglamadi, lekin Fajingning gapini anglaydi. Fajing oyat bo'lgan bo'lsa, mayli Sichuan hujum qilamizmi, mayli savsov hujum qilamizmi, men pasbandan xotirjamdim. Lekin bu yerga Fajing baldir ketib qoldi deb turdi. Zhuguliangninki mushu basirlik qarsanglarmi, bu yerga Fajingning lashkari tabriga qanchalik boy pamparashatligini bilalaymiz. Balkim Fajing oyat bo'lgan bo'lsa, Lushun hergiz bu vaqtda Liubeyni mag'lub qilolmaydi. Hamda ba'zilar Lushunni bak cho'ng biltinglar-ku. Hamda uning keyindan bu yerga Joyu endi Joyu'mu bek katta donishmand suv jangida endi tangdish yo'q. Endi buningki bu oldingi ikki mushovirlar qatori kirmay bu yerga tizilib qilchilab bir qancha turli sabab bor. Birinchidan bu yerga Joyu'ni ko'rdinglar. Suv jangida tishbidi dahshatli yomon bo'lgan bilan quruqlik chiqqanti, hatto Saurinni mag'lub qilolmadi. Saurinning tikosiga tushib ketdi. Shunam emasmi? Bu amaliyot. Quruqlik jangida Jingju hujum qilamiz deganda bir haqiqatdan bu yerga Zhuguliangning oldiga o'tolmadi bu. Shunam emasmi? Uning keyindan endi buning ishtisal ta. Yeni bir jihatdan endi bu pasbaniga sodiq. Lekin bu yerga Sichuanni chaqirib nachiqatdan buning gapini anglamay o'zining digini rast qildigan mushunda xuymi bor buningki. Shuning uchun bu yerga Joyu Jugungjin mushsal kayinchilib qilishga sabab mushada. Endi Chibi urushining boshi oxir qarsaqmi, Jangdongning katta mushovirlardan bu yerga Lusu bilan Joyu ikkisi qarsaq, Lusuning o'ylig'ini Joyudan sal jiroqni ko'rar. Endi lekin bu yerga Lusu Joyuga bekar qoyil. Shuning uchun bu yerga Joyu bilan Lusuni men oldi kayinil tizdim. Buning kayinillar bu yerga Luzijing qarsaqmi, bu yerga savsov Jingjuni olgandan keyin
Sunniy ittifoqini tuzmasak bo'lmag'day deb hamda Jugulyan bu sunniy ittifoqni tuzsak andan keyin yo'qtalaylik deb bo'g'icha Lusu oldi bir qarshi qirg'oqdan kip bo'ldi meni qishga qachon do'stlashmaymiz qachon ahdlashmaymiz deb qaranglar ham Joyi bilan bu yerda Jugulyanning orasida to'xtamay ko'riklik rol o'ynayotdi Sunchuan bilan Liubeyning orasida to'xtamay ko'riklik rol o'ynayotdi bu jihatda to'liq qolishib mushlarning o'tirishdagi masalani hal qiliblar ikki otning o'tirish qilib qolgan eshakdek shuning bilan bu japata deb baldur kasallanib o'lib ketdi uning keyinda bu yerda Lushun hamda Lusuning keyindan dizildigini bu yerda Lushunni qarsak keynida bayam dedim ham fojing bo'lsundaq bo'lmasdi fojing mayli bo'lsin bo'lmasin endi bu tarixda agarda navoda lekin degan gap yo'q shunami qanday bo'lsin bir umr jang qilgan bu yerda Liubeyni hamda Liubeyni qishda maliyan va texnik mushavirlikqa mushlarni bir o't bilan 70 tuman lashkarni ko'ydirib mag'lub qilib oldi. Endi mush vaqtni o'zida qarsak bu Lushinnoy savirchanlik bilan chidab turdi. Shu Liubey qayt qo'rollarni elib, buni mag'lub qilib, eng oxir shu havoning isib ketishini, buning lashkariy bargoh chidirlarni ash o'rmonning orasiga yo'tishni saqlab turdi. Buniki bu savirchanligimi Asmaydan qilishmaydi deyman. Endi bu yerda Lushinning tasvir qarsangimi uydan chiqmay faqat lashkariy tadbirlarni o'qiydigan kitob qalchisi, gap sotadigan odamga deb bog'laydi. Shuning uchun mana rayonimizda hozircha ba'zi mashtar gap sotadigan kitob so'zlaydiganlarni yaratmaydiganlar sal ehtiyot qilinglar jumolar. Bir kun opla men nim bo'ldimmi deb qilsizlar. Maqma. Onun kendinden Lushinning kendisini ham de Tianfeng Shuyu ma ishkaylar. Bu ikkisini mo oldi keyin tuzduq. Bu ikkisi ham de kalva bir pasbanga yani Yuan Shaodek tikish to'xtamaydigan bir odam uchrab qolganligi uchunlar bak oldi o'tamgan. Lekin navada bu ikkisi Liubeyga, Sunchuanga, Saosaodek, Manondek danışmanlarning qadriga yetadigan, to'g'ri ishiladigan odamning qashig'i kelib qolgan bo'lsa, balkim texim oldinroq sizlar olish mumkin. Endi bu yerda Saosa bilan Yuanshaoning o'tirish Guandoujian qarsak, mayli bu yerda Tianfengning, mayli Shuyuning ko'rsatgan tadbir ikkisining to'g'ri-ku, ikkisining bir-birisiga zid bo'lganlar ikkisining to'g'ri. Navad Yuanshao mayli qaysini tadbirini to'g'ri ko'rsa, ikkilanmay shu birisining degan yo'lda mangan bo'lsa, chuqur g'alaba qilib Saosani mag'lub qila oladi. Lekin bu tikish to'xtamaydigan adash bugunsi men qat'iy qaror qildim deb Tianfengning gapiga ma'qul deydi. Keyinda bu yerga shu yo'lga qilsa, men endi qarorimni o'zgartmayman deb shu yo'lning gapiga ketib qoldi. Shuning bilan Yel'oning tadbiri, Yel'oning tadbiri to'liq olmishib, Yuanshaoning mag'lub bo'lishi mushu. Amaliyotda bu ikkisining jirohimkilariga Saosaga bo'lgan lashkariy tadbir tuzishi, jang ahvoli sabshakli u bu jihatda Saosani muqarrar mag'lub qila oladi. Xalqqa birsini bilan gapga kirsa, lekin mayad Yuanshao bir bayga ikki malay qilib qo'yib, Yel'oning gapini anglaymi deb, ikki kemiga tang dasab, g'art jitlib ketdi. Endi eng oxiridagi odatga donishmay mushavirlar qatoriga kirganning birinchisi Chengguntay. Endi mushayadagi Chengguntayni ba'zilar bak yomon chaqlaydi chu, piyonun qilib sishin qilib ketdi. Chengguntay hechqan jamon emas balla. Bu yerda Chengguntay faqat Libuning qishida, endi Libuning qishida buningdan boshqa mushavir bo'lmaganligi uchunlar mushundaq yomon. Endi bu yerda bu deganim Chengguntayni baya başladım dedim. 24 danışmanlar qatoriga kirishmash uch parchalik haqida qilsada. Ham bu yerda odatdagi danışman mushavirlar qatorida birinchi o'rin tutishmi bo'sh gap emas. Lekin Jugulyan Simai Joyi go'jalar silishtirganda bu sel odatkicha. Masalan, o'ylab bakinglar, bu yerdagi Chengguntay shu odatdagi kaliti ishlamaydigan bir Libuning gapga kirdiramadi. Oldinqiliq bir zopin dedi. Masalan, bu yerdagi Libu xotini deb Shofiy baliqdan chiqib ketmadi. Shunami? Unda esa Chengguntay mashhaddan chiqib ketmasa mag'lub bo'lganligini uqqan. Ham bu Libuning chiqib ketmaydiganini uqqan. Unda bo'lganki, meningcha aqlli qadam bo'lsa, chuqum A plan amalga oshmagan ekan, B plandan birini tuzish kerak. Ya'ni Libu chiqsa qanday qilamiz? Libu chiqmay qolsa qanday qilamiz? Unda Libu chiqmagan keyin darhol eng oldi bilan ochliqlarni bir suv kirib ketmaydigan, suv o'tmaydigan bir uylarga akrib ochliqlarning ko'kirib ketishining oldini olish kerak. Ikkinchidan bu yerga lashkariy qoral, qilish, nayza, o'qiya deganlarni, asavut deganlarni yomg'irga o'tmaydigan, suv kirmaydigan, yerda bir dotlashib chirib ketmasligining oldini olish kerak. U yomg'ir yog'gan kesak o'ldi bizim yetib baqqan. Shu vaqtda burun qatib bo'ldirimizni amal qilibdi, yomg'ir o'tmaydigan qilib, uzun noit aqlli danışman chaqlaydigan odam oldi bilan mushayatki ishni to'g'rilab, mushdan ko'kirib ketmaydigan, uzoq tura oladigan holatni shakllantirishi, yomg'ir yog'ib, u ish bo'lib ketgach, Shofiy baliqni bir mustahkamlaydigan yoki bir bo'lak qo'shini yuz boshlab chiqib, yonma-yon turgan
maaşlarını qılal kerakmi qandaq o'ylab beqinglar. Masalan, sizlar o'ylagan bo'lganinglar, Lyubuning qo'llasidagi eliq sarkarlar Lyubuning chasi yalmini tashlab bergan vaqtning o'zida bu chuqum Chingungtay qurgan to'zaq bo'lishi mumkin deydi, lekin undaq bo'lmay qoldi. Amaliyotda haqiqatan Chingungtay mushtaq tuzaqni qura olish kerakdi. Shundami ya? Chas yalmanni tashlab berib, Lyubuning naqsh o'qiyasini tashlab berib, hatto Chilan to'riqning teshig'i chiqirib etib, endi kiringlar rasmiy ishoninglarmi deb savsavni bo'ktirib oldigan. Mush ishni men chig'imda o'ylay oldi, yemishar yelpig'im yelpib o'ltirib Chingungtayni mushavir deb o'ylamasa, qandam oldin qator tiziq bo'ldi o'ylab beqinglar. Uning kaydan odatki donishmi mushavirlar qatoridagi ikkinchisi bo'lsa Liru Dungjoning yalaqchisi. Balki meni o'ylamagan bo'g'aytinglar. Endi Dungjoning yendiki bu mushavir bu yerki Lirumu haqiqatan yomon balla. Chunki Dungjoning Shilyangdan kelishi, uning kaydan qaytib ketmasligi, o'rtada Xaqanning tizginini elib olishi, 18 taram qo'shindan parchalab mag'lub qilib etishi, Sunjanga qizni bermoqchi bo'lishi, mushlarning hammasi butunlay Liruning mushavirligi emas, Liruning taklifi bilan bo'lgan-ku. Dungjoning unchalik qaldi ishlab ketmaydi. Mush ishlarning hammasini Liru qilgan. Endi garchi Dungjodak bir munofiq adam xizmat qilgan bo'lsa-mu, lekin uning majatga aqlni chatga qish olmaydi menimcha, shunami? Odamiylikdan odamiylik, donishmanlikdan donishmanlik. Uning ustiga bu izchil Dungjoga sadoqatlan bo'lib keldi. Dungjo mayli eski olsun, mayli o'g'ri, munofiq olsun, yenilab bu yerga Liru sadoqatmanligini saqladi. Uning ustiga eng muhimi bu yerga Chingungtay bilan Wang Ziminbegining bu yerga Diaochenni bermoqchi bo'lgan Liang Huanjisini o'qib qoldi bu-chu. O'qib Dungjo qaytdi dedi. Oy bir qizbalni talashmayli, Lyubog birvatli, o qizbal degan oz emas, unda qilmislar, o'zir qeyrib qoldilar, ballar mukchib qoldi, bir jonlar kuchlik ish qilslar deb qo'yay, qasli qilib qoldi, hep yotadigan ish chiqdi desa, ma shapaq ishqivaz nachar qeyri bu Liruning gapiga kirmay, oxiri 105ga chiqdi. Mush vaqt o'z Liruning gapiga kirib, Diaochenni Lyubog birvatgan bo'lsa-mu, ish boshqacha bo'ldi. Uchinchisi ham bu yer Gotu, Yuan Shao'ningki A2dan keyingi mushavir bumi, endi bu Yuan Shao ko'rsatgan tadbirlar qarshi haqiqatan xil to'g'ri, xil donishmand odam. Endi lekin shu Yuan Shao'ning mushavirlari bir-birisi bilan pishirgan, bir-birini ko'ra olmaydiganligi uchunlar bularningki aqli toz joyiga bormay qolgan. Uning keyindan mana qog'ozlar qarshi masalan Malyang bu Jingju'dagi ma jamiyatidan chiqqan eng katta mushavir. Eng dastlab bu Jingju'da Guayuning qishni mushavirlik qildi. Mushundilik qarsanglar bo'ldi. Bu yerga Zhuguliang, Liubeylar buni Guayug mushavir bo'lsin deganlar buning ustida haqiqatan yuqori. Hammasi haqiqatan ishongan-ku. Ham keyin ham bu yerga fojia bo'lib ketgandan keyin Sunchang hujum qilgan vaqtida Liubeymi Malyang mushavir qilib betmangdi. Demak bu yerga Malyangninki aql parasmi haqiqatan ba. Lekin ham bu shu vaqtda birinchidan Liubey Malyangning gapini anglamganlik tufaylidan, ikkinchidan bu yerga Zhuguliang Malyangga o'z aqlini joriy qildirgan emas, neymiş olsa mendan so'rang deganlik uchun, uchinchidan bu yerga Lu Xunmu yilga olib qolganlik uchun mag'lub bo'lgan. Odan keyinda yentildigan Shimpi Chindan qatorliq biz ismini ancha-muncha anglab baqqanligini bek uqmaydigan bir qancha mushavirlar shu keyiniga tizildi. Unda bo'lsa mana yuqorqilar uch parchalik haqida qissan nomli asardagi donishmand mushavirlar qatori. Bularning hammasini so'zlab bo'ldim. Yo'q to'g'an do'stlar, bir pingluchiga shinkular deb yozib qo'ygaysizlar, bir tal haqsiz bu yurganlarni bir oymagaysizlar. Sizlarning mana bergan yurganlar jiq bo'lsa, mening maodig'im chiqdi. Bundan keyin texim yaxshi, texim isil, texim yaxshi mazmunlarni davomli yo'llab berishga tirishaman.